Hammaga assalomu alaykum hurmatli aziz vatandoshlar. Mana siz kutgan, biz kutgan kunlar keldi. Nimaga deganda hozir bu yerda 100 taga yaqin ish o'rinlari chiqaramiz. Mana shu rolikni hozir ko'rib turibsizlar, bilaman. Uzoq yaqindan kim qayerdan ko'rib turibdi? Like tugmalarini bosib qo'yinglar. Kanalga obuna bo'linglar. Sezon bugundan boshlandi mana xudo xohlasa. Ko'rib turibsizlar texnikalarni ko'rsatib qo'y, bir samosavollar bor, vodovuz bor, bobket bor, JCB bor, ekskavator, xullas ko'rib turibsizlar mana loader bazamiz hozir mana texnikaga to'la. Bu yerda hozir bizga ish kuch kerak. İşlab turgan bir yerda hozir vatandaşlarımızni ko'rsatib ham o'tamiz sizlarga. Bu yoqda mana hozir stolovoy bor. Bu yerda hozir 3 mahal sizlarga ovqatini beradi. 3 mahal ovqatingiz bor, issiq ovqat. Bu yog'i yotoqxonasi, dushi, tualeti, xullas hammasi ichida lyuks, komfort yotoqxonasi bor bu yerda. Kim agar ishlamoqchi bo'lsa, mana shunday nadejный. Assalomu alaykum. Mana bu yoqda vatandaşlarimiz ishlab turibdi. Kim agar musofirda yurgan vatandoshlarimiz uchun qisqacha va foydali reklama. Moskvadan Qozog'iston chegarasiga granitsaga kirdi chiqib qolmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi nomerlarga telefon qilishingiz mumkin. 24 soat xizmat qiladi. Hafta davomida har kuni reys bor. Dokumentlaringizda muammo bo'lsa, yo'lda biz sizga yaqindan yordamchi bo'lamiz. Shuning uchun bez dokument yurgan aka-ukalarimiz bemalol bizga murojaat qiling. Keyin yana bir narsa, reyestrga tushib qolgan hozir vatandoshlarimiz vahimaga tushib qolgan. Reyestr bu deport emas, zapret emas. Siz shunchaki vaqtinchalik ограничениyaga tushib qolasiz. Bu reyestr spiskasidan chiqib ketishning yagona yo'li granitsa qilib kelasiz, yangi immigratsiya karta bilan registratsiya olasiz, yangi va patentga topshirasiz. Patentga topshirib hamma narsa sizda legalniy bo'lgandan keyin bu spiskadan chiqib ketasiz. 30-aprelga ham kamgina vaqt qoldi. 30-apreldan keyin deport zapret bo'lib qolishni xohlamasangiz, hozirdan dokumentlarni hammasini legalizatsiya qilib olamiz va do'stlar, patent registratsiya hamma narsani oformit qilamiz. Keyin esa bemalol ishlashingiz mumkin. Birinchi bo'lib turib aytib o'tamiz, где-то 50-60 ga yaqin bu yerda razniy robotchilar kerak bo'ladi bizga. Razniy robotchi bo'lganda lopatada ishlaydigan bu yerda odamlar kerak bo'ladi. Hozir bu yerda texnikada ishlab yurgan vatandoshimizni chaqiramiz. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Aka yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Aytib o'ting, tanishtirib o'ting, qayerdan bo'lasiz? Buxorodanman. Buxorodansiz, ha? Ha, otajon ismi. Nima ish qilasiz bu yerda? Bobketchiman aka. Bobket haydaysiz, ha? Oldindan ishlaysizmi bu yerda? 3 yildan beri ishlayman aka. 3 yildan beri. Oylikdan aldov yo'qmi? Yo'q, oyligi beradi. Vatandoshlarimiz aldanib qolmaydimi bu yerga kelsa masalan? Yo'q, o'zimiz shu yerda-ku. Ha, pul beradi va время. Pul beradi, va время beradi. Qancha pul olasiz Bobketda sir bo'lmasa? 120, 130 olaman. Sezon boshlandi 130 beradi. 130. Ha. Hozir yuribmiz-ku, mana 120 beradi, ish boshlanmagan. Bobketchilar kerak dedi. Nechta bobketchi kerak bo'ladi bizga? Bobketchi yana yaxshi ishlab bilsa kerak. Bobket ko'p ekan. 10 ga yaqin bu yerda bobket bor. Ko'p ekan. registratsiyani qilib beradi, turdovoy dogovorni qilib beradi o'zi. Официальныйmi ish? Ha. Официальный ishlaydi-da? Ha. Qancha oylik? 130 ga yaqin pul chiqadi dedi. Bobketchilarga u JCB'niki. Pogruşuk JCB'larga hozir bizdan so'radi, qancha pul oladi dedi. Keling. Assalomu alaykum. Siz nima ish qilasiz aka? Водительman. Samosval? Ha, samosval водитель. Nima ish qilasiz? Qancha oylik olasiz? Nima ish qilasiz? Oylik 130 ming. Agar yaxshi ishlasangiz, premiya beradi, oylik qo'shib beradi. Ha, Buxorodan. Prava o'zbek. Prava, o'zbek prava, BC Ko'chada prava. ishlasa qanday bo'ladi? Ko'chaga o'zlari javob beradi. Yo'q. Ha. Oylikdan 40 Yo'q, unaqasi yo'q. Yeb ichish, yotoq joyi, registratsiya hammasi o'ziga. Biz qaysi oydamiz? Mart oyida kirdim. Mart 1-da ishga kirdim. Ha. Qachon oylikda olib turamiz Mart oyini? Keyingi oy aprelga masalan 20siga kelgan bo'lsam, aprel 20siga oy to'ladi, uzog'i bilan 25gacha beradi. Zadechka bo'lmasa 22-23ga beradi. Pulni beradi, avans beradi. Avans xohlagan paytingiz beradi. Yo'q, oylik. Oldin yo'q. Hozir shunda vatandoshlarimiz samosval vodovozlarga ham chaqirib bilamiz, ha? Ha, bemalol. Ana yangi mashina hammasi. Da, bazada turgani sababi hozir sezon endi boshlanadi dedi. Hozir katta obyektda ish qachon boshlandi? 3-4 kundan keyin boshlandimi? Yo'q, aslida shu kundan kelishni boshladi odamlar. Kechadan biz 2-3 kun bo'ldi kelganimizga. Shu 20sidan, 25dan keyin уже hamma keladi, boshlanadi ish. Ish boshlanadi. Ha, ish boshlanadi уже. Bayram-ku Navruz O'zbekistonga. Shundan keyin keladi ko'pchilik. Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston pravolari bilan kelib ishlasa bo'laveradi, to'g'rimi? Ha, farqi yo'q, ishlasa bo'ladi. Bu yerda bormi sizlar boshqa o'zbeklar, tojiklar masalan? Bor, endi keladi, bayramdan keyin keladi. Ha, bayramdan keyin keladi. Yangi olib ketganlar. Yangi, ha. Gap yo'q. Ismingiz kim so'raman desam? Baxshillo. Qayerdan bo'lasiz? Buxoro. Ha, Buxorodan. Buxorodan bo'lasiz. Buxorodan ko'pmi bu yerda odamlar? Buxorodan bor, ha. Aha. Gap yo'q. Rahmat sizga. Bobketchilar kerak bo'ladi, samosval, mana vodovozlar hammasidan xullas o'zbek, tojik, qirg'iz pravolaringdan kelaverasizlar. Agar Qirg'iziston pravasi bo'lsa, вообще zo'r deydi bu yerda hozir начальник aytadi. Nimaga deganda Qirg'iziston tamojenный союз bemalol bu yerda
pretenziya bo'lmaydi, sizlar ishlayverasizlar. Qirg'izistonlik agar voditellar bo'lsa, ish oluvchi bo'lardi deb qo'ydilar. Xullas, aka-ukalar aldanmaysizlar. Kim agar ishga muhtoj bo'lsa, majbur emas. Kelib dogovor qiling, ma'qul kelsa, пожалуйста, ishni boshlaysiz. Biz ya'ni sizlarga bu narsani kelib turib chiqarib beramiz bu yerdan. Vatandoshlarimiz iltimos qilgani uchun. Ya bo'lmasam pul olmaymiz bu reklama evazidan. Kim agar mana shu ro'za oyi Ramazon oyida ishchi kuchi yetmasa, chaqiring, пожалуйста, sizlarga reklama qilib beramiz mana shunday. Pul emas hech qanday. Biz shundancha reklama qilib beramiz mana shu oyinda. Shunday ekan aka-ukalar, like-ni bosing mana shu rolikka. Portlatib qo'yinglar, like-larni bosib, ko'proq ulashib qo'yamiz aka-ukalarimizga. Shunda ko'p ishsiz yurgan vatandoshlarimiz keladi, ishga kiradi mana shu obyektga. Yangi obyekt vatandoshlarimiz ko'rib turibsizlar. Mana shunday spes texnikaga agar provoga qiynalayotgan bo'lsanglar, пожалуйста, murojaat qiling, o'zimiz sizga olib beramiz. Hammasiga yordam qilamiz o'zimiz. Boshidan oxirigacha ta qo'liga tekkuncha o'zimiz yordam qilamiz. Aka-ukalar, like bosib, kanalda ko'proq aktiv ko'rsatamiz. Komment yozing, kim qaysi shahardan bizni kuzatdi. Bosamiz gazini, aldanib qolmang. Tak, Elyarbek, tabriklaymiz. 4-razryad edi, 7-razryad qalmashtirdik, ha? Mumkinmi bir ko'rsatib qo'ysangiz orqa tarafini? Ruslan, tabriklayman. Hammasi yes bo'ldimi, yaxshimi? Ekskavatorchi, ha, Ruslan? Oylik qancha? 150. 150-200 oladi ekan mana. Ruslan oldindan ishlayveribdi ekskavatorda. Tak. Tabriklayman, Rustamboy. So'ngishdan Gorskidan prova olingan, endi hozir yangilab oldik, ha? Yangi razryad bilan olindi, to'g'rimi? Tak. Rustamboy mana hozir Rustamboy o'zing qayerdan bo'lasan? Namangandan Rustamboy so'ngishdan Gorskidan olgan ekan, o'tgan yil hozir kategoriya qo'shib razryadlarni oshirib oldi. Mana hozir Elyar oldin nimadan olgan edi, so'ngishdan Gorskidan hozir bu yerda 7-razryadni ko'rib tursiz, 7-razryad bo'ldi, to'g'rimi? Tabriklayman. Bo'ldimi hammasi? Rustamboy. Hizbulloh, tabriklayman. Eng kichkinasi bizlarda hozir ukamiz. Tak, bu mana Hizbullahning provosi 2006-yil bola, 18 yoshda. Tabriklayman. Hammasi normalmi? Bo'ldi, mana Shahruh bu yoqda. Shahruh, tabriklayman. Qani qo'linglar. Ha, sizlar ikkalanki bilan senikini ko'rsatmay qo'y, ikkalanki bilan buni ko'rsatib qo'yamiz. Tak, bu bolanikini ko'rasizlar mana. 4 ta kategoriya, 4 ta asobiy atmetka bo'ldi mana. Agar kim almoqchi bo'lsa, mana shunda 4 ta kategoriya, 4 ta asobiy atmetka murojaat qilaverasizlar. Tabriklayman bolalar. Hammasi ko'ngildagidek bo'ldimi endi bu safar? O'tgan safar sizlarda 2 ta asobiy atmetka kam bo'lib qolgan edi, uni ham mana to'g'rilab berdik, to'g'rimi? Bunisiga даже bitta kategoriya pодарок bo'ldi sizlar uchun. Tabriklayman sizlarni, Shahboz. Siz qayerdan bo'lasiz? Qayeri? Urgutdan, Samarqanddan 3 ta kategoriya bo'ldi, to'g'rimi? 3 ta asobiy atmetka. 6mi razryadlari? Bo'ldimi bolalar? Yesmi hammasi? Rozimisizlar? Murojaat qilsinmi hamma? Gap yo'q, bolalar.